Bu rasmga diqqat bilan e'tibor bering. Chap tomonda odam o'pkasi, o'ng tarafda esa daraxt. Bir-biriga juda ham o'xshash. Yana ham ajablanarli tomoni, o'pkangiz va daraxtlar bir-biri bilan hamohanglikda ishlaydi. Chunki siz nafas olganingizda karbonat angidrid chiqarasiz. Karbonat angidridni daraxt o'ziga nafas qilib olib, undan kislorod chiqaradi. Tasavvur qilyapsizmi? Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bu yergi ma'noga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni daraxtlar avvalidan o'z-o'zidan, ya'ni yer sayyorasi paydo bo'lgan holatdan boshlab mavjud bo'lgan. Bu bo'yicha juda ham turli qarashlar mavjud. Misol uchun olimlar katta portlash sodir bo'lgandan keyin yer mavjud bo'lgan deyshadi. Shunchaki menga qiziqman. Ertalab turganda o'zingiz uyg'ondingizmi? Yo'q. Sizni kimdir uyg'otadi yoki nimadir uyg'otadi. Lekin bu uyg'onish qobiliyati deymizmi? Bu uyg'onish hodisasi deymizmi? Siz uni boshqara olmaysiz. Chunki sizni yaratgan uyg'otadi har doim. Ertalab uyg'onganingizdan keyin e'tibor beradigan narsa bu kunlik har bir odam kuniga o'rtacha 20 mingta nafas olar ekan. Ushbu nafas doimiy ravishda olishingiz hamda bu daraxtlarni qaraydigan bo'lsangiz, ushbu daraxtlar ham doimiy ravishda nafas olishi, demak yaratgan juda ham ajoyib holatda hozir ishlab turibdi. Bu narsalarni tutib turibdi degan. Hammasi, bu hamma ne'matlar nima uchun? Yaxshilik uchun yoki sinov uchun yaratilgan. Hali ham nafas olyapsizmi? Lekin yaxshi bo'lmayaptimi? Demak, Xudo hali ham ishlayapti va ishini hali yakunlamagan.